Devoringiz mana bunday holatda bo'ladimi, shilaka blok bo'ladimi va boshqa narsadan bo'ladimi, qumshoq bo'ladimi, umuman qiziq. Endi sizga juda ham tez fursatda tayyor bo'lib va g'ish, o'lmaydigan fasonda sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu narsa nima deydigan bo'lsangiz, bu vodiyda yagona Xurshid akamizlar, andijonlik akamizlar mana shu narsa gipki klinker akalar. Bular gipki kamendan farqi buni qalinligida va juda ham mustahkamligida ajralib turadi. Demak, bunimiz juda ham zo'r, nimasi zo'r? Obyomi 1 ga 60 bo'ladi va bir yopishtirilganda ustalar spesligida mana chokini ham topa olmasligingiz mumkin bo'ladi. Va bu narsani devori tekis qumshoqli tayyor variant bo'ladigan bo'lsa, o'zi sizlarga shunday borib turib yopishtirib ham beradigan ustalari, brigadalari bor. Va eng qizig'i, buni aboy yopishtirishdan yoki ozgina malyardan xabari bor ustalaringiz yoki bo'langiz, jiyaningiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol ana shular ham yopishtirishi mumkin bo'ladi. Va eng qizig'i, bu qanchaga tushadi? Buni nima uchun ustanovka qilishimiz kerak? Trashinani oldini oladi, bemalol yuvib olasiz. Juda ham tez uyingiz chiroyli holatga keladi va xohlasangiz so'kilga, xohlasangiz tashqi fasadga bemalol tortaverasiz. Va eng qizig'i, buni bitta 1 kvadrat komplekt narxlari va uni ichiga kiradi kileyi, laki va o'zi. Ranglarni xohlagan tanlaysiz, tabiiy toshlardan, mramorlardan bo'ladi va uni narxi 80 ming so'm bo'ladi. Agar usta haqqi devor tekis, notekisligiga qarab turib narxlari o'zgaradi. Uni 50 ming so'mdan 60 ming so'mgacha bo'lishi mumkin va dastlabkilar O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyatga bemalol yetkazib beriladi va O'zbekiston bo'yicha borib mashina chiroyli holatga keltirib ham berilaveradi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar, dastlabki xizmatlari ham bor va bularda yana bitta qulayligi, buni endi pukli variantida 3lik, 5lik sizni talabingizga kelib chiqib qilib berishyapti ekan va undan tashqari tiyagalarni ham siz xohlagan rangda, xohlagan shaklda qilib berishyapti ekan. O'zlarida bo'ladi, bitta joyda bitadi va xudo xolasa devor tanlamasga ham mana uni pukli variantini yopishtirishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunaqangi variant sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlari bor, aloqaga chiqing.